yoki boshqa fuqaro ham o'sha normativ huquqiy hujjatda ko'rsatilgan norma bo'yicha bajarishga majbur. Shuning uchun tadbirkorimiz ham bu masalada o'sha davlat rahbarining farmonida ko'rsatilganligi uchun naqdini qabul qilmaydi. Keyingi masala, agarda o'sha savol bo'ladigan bo'lsa, javob berishi mumkin. Holatdan kelib chiqib. Bizning savol. Assalomu alaykum. So'ramoqchi bo'lganim aynan prezident huzuridagi mana shu tadbirkorlar huquq manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil institutida bir qator huquq vakolatlar berilgan amaldagi qonunchilikka ko'ra. Shu jumladan mana shu tadbirkorlarda bevosita faoliyatga daxldor bo'ladigan normativ hujjatlar qabul qilinishida mana shu biznes ombudsmani bilan kelishish kerakligi, ularni fikrini inobatga olinishi kerakligi aytib o'tilgan. Shuning uchun yuqorida aytib o'tdingiz, demak tadbirkorlar sizlarga murojaat qilmagan taqdirda, demak mazkur masala sizlar bilan kelishilgan bo'lishi kerak. Agar shuni ayta olasizmi hozir, aynan tadbirkorlarni naqd pul qabul qilish masalasini cheklanishi, bu demak ularning faoliyatiga nisbatan baribir ta'sir ko'rsatadi. Shu boisdan biznes ombudsman bu taklif loyiha ishlab chiqilganda buni ma'qullaganmi? Normativ huquqiy hujjat to'g'risidagi qonunga asosan barcha o'sha normativ hujjat loyihalari biznes ombudsman va savdo sanoat palatasi bilan kelishishga majbur. Shuni ko'rsatilgan. Bu loyiha bo'yicha to'g'risi menda xabarim yo'q, ma'lumotim yo'q. Chunki meni soham tadbirkorlar murojaatlari va muammolari bilan ishlash. O'shaning uchun men oldin shu gapni boshlaganimda murojaat kelib tushmaganligini ma'lumot uchun aytib o'tdim. Agar o'zingiz uchun men bilib bu farmon bo'yicha ma'lumot beraman. Endi agarki tadbirkorlardan murojaat bo'lmasa, lekin tadbirkorlarda faoliyatida aynan qonunlardan tashqari davlat organlarining aralashuvi yoki qo'shimcha ularda cheklovlar qo'yish holati bo'yicha holatlar aniq ko'rinib turgan bo'lsa, ya'ni ba'zi holatlar bor, isbot talab qilish shart emas, hamma joyda ochiq oydin ko'rinyapti, bilinyapti. Aynan shu holatda ham mana shu biznes ombudsman instituti ularning murojaatini kutib turmasdan turib, o'zlari to'g'ridan to'g'ri o'rganib, qanaqadir choralar ko'rishi mumkinmi? Chora ko'rishi mumkin. Murojaatlar to'g'risidagi qonunga asosan, biznes ombudsmanning o'sha tegishli tartiblariga asosan ommaviy axborot vositalarida chiqqan ma'lumotdan biz murojaat sifatida kirim qilib o'rganamiz. Bu bo'yicha o'sha tegishli idoralarga ta'sir chorani qo'llayapmiz. Lekin aynan bu masala bo'yicha mana energiya inspeksiya xodimlari